Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, sizlar bilan Abubakir Safayev. Ko'pchilik biladi, Zolotay Corona bilan bog'liq bo'lgan muammolarni hal qilishda huquqiy yordamimizni ko'rsatamiz. Bugun yana bir ukamizni shunday muammolarni hal qilib berdik. Ukamiz Piter shahrida edilar. Bizga distansion aloqaga chiqib, aka shu muammoda yordam bering deganlari uchun o'z huquqiy yordamlarimizni ko'rsatdik. Hozirda ukamiz Moskva shahriga kelganlari uchun videoga olib fikrlarni hozir sizlarga taqdim etamiz va proses qanday bo'lganini bu kishidan o'zlaridan bir iliq fikrlarni bilamiz. Jonibek, yana bir bor assalomu alaykum. Ukam qayerdansiz o'zi aslida? Asli O'zbekiston, Qashqadaryo. Qashqadaryo viloyati Qarshi shahri. Gap yo'q. Qancha qarzingiz bor edi? Qarzim 1 million atrofida edi. 1 million atrofida. 1 milliondan sal oshiqroq edi. Prosentlari bilan shuncha bo'lib ketdi. Da, shunaqa. Tak, pullar o'zi qanday bo'lgan? Sizning kartangiz tushganmi yo boshqaning kartasiga tushganmi? Yo'q, boshqaning telefon raqamiga ulanib, boshqaning kartasiga tushgan. Bu holatda qarz olinishida sizning xabaringiz bo'lganmi? Yo'q. Rozilik bermagansiz даже. Mana shu jinoiy ish bo'lgani uchun shu holatdan kelib chiqib biz MVDga заявление kiritdik. Shu holat bo'yicha tekshiruvlar o'tkazilib, birinchidan Zolotay Corona tomonidan va ikkinchidan MVD tomonidan jinoiy ish qo'zg'atilganligi uchun u kishini o'zlariga ham xabar keldi. Corona sizga hech qanday pretenziyalar boshqa qila olmaydi degan javoblar keldi va qarzdorliklar umuman o'chirildi. Tamam, 1 million atrofidagi qarzlari shu jinoiy ish qo'zg'atilganligi uchun nomlardan olib tashlandi. Endi Zolotay Corona sizga boshqa hech qanday talablarni qo'ya olmaydi, sudga oshira olmaydi, sizga nisbatan hech qanday choralar ko'ra olmaydi. Haligi hamma ijtimoiy tarmoqlarda haligi bo'layotgan gaplar bor, Zolotay Coronada qarzi bo'lsa chiqarmayotgan degan. Bu gaplar endi sizni boshqa xavotir qilmaydi. Ilohim bizga boshqa ish tushmasin avvalambor, chunki bizga muammosi borlarni murojaat kelib tushadi-da. Ilohim muammongiz bo'lmasin, lekin Xudo ko'rsatmasin muammo bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Birinchi sizga huquqiy yordamimizni ko'rsatamiz. Ko'pchilik so'rashi mumkin, nima uchun sizga murojaat qilishimiz kerak? Siz tomonidan qanaqa garantiyalar, siz tomonidan qanaqa sifat bo'lishi mumkin deydigan savollarga javob beramiz. Birinchi o'rinda siz hozir rus advokatlarga murojaat qiladigan bo'lsangiz, ular sizga rus tilida tushuntirib bera oladi. Men esa ham rus tilida, ham o'zbek tilida sizga huquqiy bilimimni, huquqiy proseslarni tushuntirib, huquqiy yordamimni ko'rsata olaman. Va birinchidan bu. Ikkinchidan esa internet ijtimoiy tarmoqlarda rezultatlarni doim chiqarib boramiz. Sifatli va 100% bajarilgan ishlarni videoga chiqaramiz va har bitta ishga yaqindan javobgarlik bilan, mas'uliyat bilan yondashamiz. Sizlar bilan Abubakir Safayev. Kanalga obuna bo'ling, kommentariyada o'z muammongizni yozib qoldiring va biz sizga aloqaga chiqamiz. E'tiboringlar uchun rahmat.